Assalomu alaykum hurmatli tikuvchilar. Mana bu brendda yangilangan versiyasi. 7000 оборот tezlik bo'ladi. Bu mashinalarning ichida eng kuchli motor, eng kuchli hozir Vema brend bo'lib turibdi. Sizga qanaqa kerak bo'lsa, grafik qilaverasiz. Buni afzalliklari qalin yupqani bir xilda tikib ketaveradi. Bir xil me'yorda tikib ketaveradi. Material tanlamaydi, qalin yupqani. Juda chiroyli tikish qiladi. Tagi zo'r mashinka. Keyin hozir bunga yangi naborlar qo'shilgan zavod tomonidan. Vema brendda hozir 30 yillik yubiley bo'lyapti. Shuni hisoblaysiz, haligina o'zgartirishlar kiritilgan bitta ikkita detallar. Juda sifatli, kачественный brend. Birinchidan plastmassaga ko'rsatishgacha o'zini original nachichalari, adapterchalar, metr ikkilanib ko'rsatilgan, keyin original o'zini pinseti. Yangilik bo'lib turibdi bu. Keyin o'zi originalligini mana qerekotulari bo'ladi, Vema brend tushirilgan bo'ladi. Va original mashinalar bular. Tagzo'r, kачествоsi, sifati inshaalloh shuncha sotib, lekin uyaltirgani yo'q bu brend. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, qo'ldan kelgancha kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.